yashirin izlovchilarga va xayolparast unutuvchilarga Pure Milky. 4 ishtirokchi dachaga qamaladi va shu kun oxirigacha ular dachadan chiqishi mumkin emas. Va eng qiziq joyi, ularda pauza pulti bor. Ya'ni bu pult bilan kimnidir qotirib qo'yib, u bilan xohlagan ishini qilsa va o'yin qoidalari juda ham oddiy. Bizda pauza pulti bo'ladi va kimda kim mana shu pultni olib boshqa ishtirokchiga qarab pauza qilsa, bu ishtirokchi qotib qoladi va u bilan xohlagan ish qilsa bo'ladi. Lekin undan oldin pauza pultini bir amallab kurashib egallash kerak. Va hozir ko'rib turganingizdek, bizning ko'zimiz yumuq va biz mana shu yerdan pauza challenge'ini ko'zimizni yumuq holda topishimiz kerak. Va kimdan kim mana shu pauza pultini qo'lga kiritsa, o'sha odam mana shu pult egasiga aylanadi. Va shu bilan bizning dahshatli va jirkanch videomiz boshlanadi. Va bizning ko'zimiz yopilgandan keyin operatorlar pultni stadionning burchagiga qo'yib qo'ydi. Bo'lmasam, o'chki bir ketib pult qidiringlar. Ay, qanaqa topamiz, bırakın. Ay, qo'yvor, qo'yvor. Ay, yiqilamas, qo'y. Sardor, sanmisan? Bugun sendan qasos olaman. Men hozir nima qilish? Shuncha katta pullar qanaqa? Koptir. Ketmanglar. Nima qilmanglar? To'xtanglar, kamera qani? Qaranglar, men zo'r strategiya, tepmanglar koptoni, ha? Men zo'r strategiya topdim, qaranglar. Tez topish uchun katta pullarni prosta cho'zilib otish kerak-da, aylanish kerak. Ustiga chiqsam sezaman keyin, pult ustidan o'tib ketganda. Xuddi shu paytda bolalar jinnilik qilishayotgandi. Men esa ko'zimni ochib, pultni qidirishga tushdim. Men hamma bo'tdi. Nima tushdi? Ay! Pultmanda. Rostami oldi? Bilan meni oldimdan olib ketdi amog'on. Ana endi hamma ko'zini ochishi mumkin, chunki pauza pulti menda. Qochma. Maqsad stop. Men просто spokойно o'tirdim, shunga ham meni to'xtatmadilar. Men endi Bobriloga video qoidalarini tushuntirib o'taman. Qarang, Bobrilo, qo'limda pauza pulti va men bu pauza pulti yordamida mana hozir Sardorni stop qilib qo'yishim mumkin. Va bu bilan endi xohlagan ishimizni qila olamiz. Maqsad sangiz stop. Xursand bo'lmasan, biz shu holda bir-birimizni mazza qilib qiynaymiz. Va kim dachan chiqib ketsa, o'sha qolgan ishtirokchilarga 10 million berish kerak. 10 million? Shuncha ham qochib chiqib bo'lmaydi. Ana endi bo'lmasam, men Sardor bilan bir burchak o'tkazmoqchiman. Sardorjon, bu safar biz bitta komanda bo'lamiz, lekin oxirida sotib ketmaysan har doimgidek. Kelishdik. Bu ichimizda qolsin, bu. Brat, siz ularga umuman ishonmang. Hozir ular sizni yengib bo'lganingiz uchun sizni qiynashadi. Shuning uchun ikkalamiz birga bo'lishimiz kerak. Ular hech kimni ayab o'tirishmaydi. Tajribang bor, значит. Da, brat, men siz tarafman-da. Nimaga? Meni alamim bor ular. Alamini olishing kerak, to'g'rimi? Da. Va endi bo'lmasam o'rtoqlar, biz chiqib qolganlarni qiynaymiz. Va bu pauza challenge sizlar so'ragan ikkinchi mavsumi. Va albatta, davayki, mana shu videoni, ya'ni ikkinchi mavsum ham bitta yoki ikkita qism bo'lishi kerak emas. Misol uchun birinchi mavsum bizda 4 qism bo'ldi. Davayki, bu mavsumni ham kamida 4 qism qilamiz. Va buning uchun har bitta qismni sizlarga shart etib ketaman, ya'ni like va obuna. Mashina yig'asizlar va undan keyin biz keyingi qism chiqaramiz. Misol uchun aynan mana shu pauza challengening ikkinchi fasli birinchi qism uchun sizlarga shart mana shu videoga 88 mingta like yig'asizlar va aynan mana shu videodan 20 mingta emas, 15 mingta yangi obunachilar kelsin. Bu juda ham oson, shuning uchun hozirroq obuna bo'ling, like bosing. Va endi bo'lmasam biz birinchi bo'lib pauza challengening yangi ishtirokchisini qiynaymiz. Bobrello. Yes sir! Nima haqida gaplashyapsizlar? Mr. Bobrello, sizga stop. Ovozingizni ham yoping. Va endi bo'lmasam do'stlar, Bobrelloni qiynaymiz. Buni hozir ko'rasiz. Va endi do'stlar, biz Boburjonni bu yoqqa olib keldik. Va endi og'zingizni ochamiz. Gapirishingiz mumkin? Nima qilmoqchisizlar, jigarlar? O'tqiz. Va endi bo'lmasam biz Bobrellodan kichkinagina chaqaloq chasib qo'yamiz. Mana bu narsa chaqaloq uchun bilasizlarmi, takoy? Yeganda to'k olmasligi uchun. O, men shuncha qurgan aurani hozir biz bosdilar ekan. Takoy Sigma bo'y qilmoqchi edim-ku, men o'zimmi? Brat, bu pauza challenge. Pauza challenge biz hamma bilan xohlaganimizni qilamiz. Voy, mana hamginachi. Endi sizni og'zini Va oxirgi detalchamiz. Vallahi gapira olmaysiz, Bobrello. Oy, do'stlar, so'zkaram yarashgandan qaranglar. Ay. Sardor stand, stop. Sardor stand. Do'stlar, men qochib ketdim. Maqsud yana menga qarshi. Do'stlar, nima bu? Men hali endi boshlagandim. Men hali ustiga mayonez surtmoqchi edim. Tuxum chaqqavash dardasini chiqarmoqchi edim Bobrelloni. Maqsud qanaqa qilib berdi? Davaychi bratan, men sizga yetdim. Qo'llari tez ekan bog'landi. Bobrello, hozir Maqsud soskani men qo'limga ushatib qo'ygan odam. Nimaga hozsan bu bilan bitta bo'lib meni qiynamoqchisan hozir? Chunki sen men ustidan kulib o'tirding. Podyashkadan tashqari men shu so'skani og'zimga tiqdi, поэтому Bilganinglarni qilinglar. Og'zingizni yoping. Buni tashqariga olib chiqamiz. Keyin bitta qiynoq usuli bor menda. O'sha bilan Sardor Shtendan alamimizni olamiz. bu bola yo'qotdi, menga tayyorgarlik ko'rgan ekan-ku bu videoda. Da, ketdik. Do'stlar, hali Maqsud bilan Bobrello bitta javob bo'lyapti. Men hozir nima qilishim mumkin? Hozir ularda pauza pulti. Men alohida pauza pultim yo'q. Va o'rtoqlar, biz endi Sardor Shtendan Omon aka uchun podarka yasaymiz. Ya'ni Opa. chiroyli gulli pikmi podarka bo'ladi-yu.
gapiring. Yangi ishtirokchi bo'lib turib, mana shu videoga kelib, meni birinchi bo'lib sразу qiynashdan boshlaganing uchun men seni mana shu videoni o'zida qiynab tashlayman. Boshqa narsaga javob bera olmasam ham shu gapimga javob bera olaman. Seni bu mana shu videoda yomon qiynab tashlayman. Eng ko'p gapiradigan, eng ko'p qiynaladigan bo'ladi bu videoda. Va shunaqa qilib bolalar Sardor Shtaynni urab, undan tirik odamli sovg'a yasashayotgan ekan. Bu vaqtda men esa do'stlar bolalar qayoqqadir chiqib ketdi va Sardor o'zi bilan olib ketibdi. Mana olgan nimadir qilishyapti. Men bu paytda nima ham qilaman? Men bu paytda prosta ular sal chalg'ishini va pauza pultini o'zidan uzoqroq qo'yishini kutib, nimadir yeb o'tiraman. Va endi bo'lmasam do'stlar, men nimadir yeb olaman va mana shu ikkigina xolodilnik ichidan maşallah buni qara. Va do'stlar, bular Puri Milkini yogurtlari va menga yoqadigan bu bananligi. Va hozir men mazza qilib shu bananligini ichaman. Qolganlarini xolodilnikka tashlab qo'yman va men bu yerda men yoqtiradigan kokosli siruki ham bor Puri Milkini. No, albatta sizlar ham magazinga borib xarid qilinglar. Ammo esa anita bolalar bir-birini qiynayotgan paytda tabiiy kuch yig'aman. Bashi zo'r. Eng qizig'i men siz tarafman, brat. Точно? Da. Oxirida sotib ketmaysanmi men? Ne? Eshitdingmi? Sen eshitdingmi, Sarg'boy? Oy. Present simple sorry. Hozir 5 minutdan keyin men pauzadan chiqqandan keyin nima qilib tashlashlarimni o'ylashmayapti bular. Mayli, nima deymiz? Bunaqa tupoyroq bolalar ekan bular. Hali umr ko'rmagan, hali dunyo ko'rmagan bolalar ekan bular, yoshroq. Bantikda mana qasiga turgan bola gapirayotgan gapini qaranglar. Umr ko'rmagan bolalar. Xo'p, Alina nima qilsam bo'ladi hozir? Nima qilsam bo'ladi? Qanaqa pul topib qo'ysam bo'ladi? Stop. Menda bitta g'oya bor. Men hozir ilonni olaman. Ya'ni bolalar 100% ilondan qo'rqadi va ilon bilan bundoq deb borsam, deb qochib ketib qoladi. To'g'rimi? To'g'ri. Oy, do'stlar, nima bu? Bu o'sha legendarniy ilonmi? Hozir mana shu ilon bilan bolalarga tashlanamiz. Ketdik. Operatorimiz ham qo'rqadi ilondan. Do'stlar, pauza challenge-ni quroli keldi. Do'stlar, endi men mana shu ilon bilan birinchi bolani kuzatamiz. Birga, bitta jamoa bo'lib. Qara, Sardor nima qilishyapti? Ana endi esa ilon bilan bolalarga tashlanamiz. Делай, играть, Максут, делаем. Ketdik. Voy! Pauzadan chiqar. Pauzadan chiqar. Davay, tashlaring. Voy, men ilonni qarang. Siz bilaman. Men qochdim. Meni pauzadan chiqarmaysizmi? Yo'q. Dayt, brat, men bu ilon. Sardor, yordam bering. Ozgina sabr qiling, hozir qaytaman. Qochib ketmayman. Давай. Bo'ldi, brat, bro. Hozir ana endi omon ekani bitta joyga olib boramiz deb zo'r narsa qilamiz, hozir ko'rasizlar. Nima narsa? Do'stlar, va nihoyat mana pauza challenge ikkinchi mavsumini boshlayapmiz. Buning uchun men juda ham xursandman. Va nimaga ketadi bizga? Xursandchilikda tort ketadi. Chunki bu katta bayram biz uchun. Qanaqa tort? Meni taklifim Omaxonning o'zidan tort qilamiz. Let's go. Voy do'stlar, zo'rg'a qutulib chiqdim. Hozir qanaqadir plan qilishim kerak, lekin miyam ishlamayapti. Hozir prosta tak tushib pul topib qo'yaman desam, meni pauza qilib qo'yib qiynashadi. Shuning uchun bir qanaqadir aqlliroq narsa o'ylab topishim kerak. Lekin miyam ishlamayapti. Pure Milky siroki bor ekan cho'ntagimda. Do'stlar, yomg'ir ham yog'yapti. Voy, qiynalayotganini qaranglar bechorani. Va do'stlar, shovuringlar.